Bugun sizga kanadalik yaxshi yigitni ilintirishni o'rgataman. Birinchi o'rinda IELTS kamida 7 bo'lishi kerak. Sababi har xil mavzularda gaplashish uchun bari ingliz tilini zo'r bilish kerak odam. Har xil mavzularda gaplasha olishingiz kerak. Uning uchun siz har xil yangiliklar, ularda madaniyati va odatlari haqida o'rganish kerak. Politika haqida bilishingiz kerak. Faqatgina o'zingiz узкий кругозоringiz bilan boshqa odam bilan yashab keta olmaysiz. Keyingisi o'zingizni eplay olishingizni ko'rsatishingiz kerak. Chunki bu yerda gender tengligi bo'lganligi uchun qizlar ham, o'g'il bolalar ham hamma o'zi uchun harakat qiladi, o'zi uchun ishlaydi. Keyingisi siz отдельный shaxsligingiz va o'zingizning fikringiz borligini ko'rsatishingiz kerak. Keyingisi o'zbekistonlik bo'lishingiz kerak. Chunki bizda qizlar juda ham yaxshi muomalasi, o'zini tutishi, g'amxo'rlik ko'rsatishi, har taraflama o'zini yigitini yoki erini поддержка qilishi, xiyonat qilmasligi va sadoqatligini ko'rsatishi. Shuning uchun ham ko'p davlatlarda o'zbek qizlari o'zbekistonlik qizlarni yaxshi ko'rishadi. Umuman olganda hamma kanadets har xil, hamma o'zbek har xil. O'zingizni odamingizni uchratganingizda qanaqadir bir energeticheskiy tortiladi-da. Energeticheskiy o'sha odam sizga mosligini his qilasiz. Boshqa odam bilan turmush qurmoqchi bo'lsangiz yoki tanishmoqchi bo'lsangiz, krugozoringizni va fikr doirangizni kengaytirishingiz kerak. O'zligingizni yo'qoting demayman, lekin boshqa millatdagi odam bilan turmush qurmoqchi bo'lsangiz, fikr doirangizni kengaytirishingiz kerak. Bizning fikr doiralarimiz, kelib chiqishimiz, hayotimiz hammasi har xil. Lekin boshqa tarafdan olib qaraganda hammasi bir xil. Juda ham o'xshashmiz va juda ham har xilmiz. Kommentariyada o'zingizni fikringizni yozib qoldiring. Hammasini o'qiyman, qiziqarli menga.